Senatni qarshisi va mana bu yerga mana chiziqlar chizilgan, belgi qo'yyapti. Va mana bu narxni qaranglar, narxni. Soatiga platная parkovka с предоплатой oldindan to'lash kerak, soatiga 12 ming so'm. Endi savol, bu narx qayerdan kelib chiqdi? Nima asosda 12 ming so'm qilib bunaqa hisoblanyapti? Soati $1. Masalan, men ishga kelaman, mashinamni qo'yishim kerak. Kamida 10 soat turadi. 10 soatga 120 ming so'm to'lashim kerak bir kunga. Va bu yerda men aniq joy topa olamanmi, parkovkaga yo'qmi? Bu kafolatlanmaydi. Kim birinchi kelsa o'sha qo'yadi. Xo'p, 120 ming so'm. Masalan 10 soat turadigan bo'lsa, shu qayerdan kelib chiqyapti mana shu narx? Asosi bormi buni? O'zi asoslab bera oladi mana shu poytaxt parking rahbariyati. Nimaga 5 ming so'm emas, nimaga 3 ming so'm emas? Tushunmadim. Bu narx qayerdan kelib chiqyapti? Bu yerda doimiy ishlaydiganlar uchun bir qanaqadir imtiyoz yoki bir boshqa jihatlari, davlat tashkilotlarida ishlaydiganlar uchun. Shu parkovkani narxini chiqarganlar, narxini belgilaganlar ozgina insofinglar yutib yormadilaring mabodo. Ozgina. Sal insof qo'shib yuboringlar. Mazza-yu, ha? Bunday yo'l chekasiga bitta oq chiziq chizib qo'yib 10 soat mashinada qoldiradigan bo'lsa ishlaydiganlar 120 mingdan pul tashlab. Bunaqa biznes qilishni boshqalarga ham o'rgatinglar, havodan pul qilishni, yerdan bundoq prosta tak pul qilishni boshqalarga ham o'rgatinglar.